Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Mana bugungi zakazimiz bu. Stilaj polka bo'ldi, razborniy. Xalagan gradusini sayqib qo'yamiz. Xalasangiz 90 gradusga qo'yasiz, xalasangiz bunday 45 gradusga qo'ysangiz bo'ladi. 45 gradusga qo'yiladigan bo'lsa, обязательно bunday uporlarni qo'yib beramiz, чтобы narsalar sayqib tushib ketmasligi uchun. Kimga shunday polkalar kerak bo'lsa, o'zlaringizga xohlashaverasizlar. Bu 3 sloy kraskada bo'yaladi. Gruntovka, kraska, lak. Buning materiallari narxlari har xil bo'ladi. Sababi uchinchi mana ketgan materiallarga qarab ishlanadi bu. Qalin, bunalar masalan, qalin yuqorlig'iga qarab narxlar o'zgaraveradi. Keyin brenddan tushirib beraveramiz ustiga. Masalan, magazindan sotib olsa, shunga magazin tushirib beramiz. Buni o'zlarimizning brend bu. Svarshik, magazin, mebel sotadigan bratlardan taklif qilaveramiz hamkorlikqa. Svarshlar masalan bizlardan yarim tayin qilib aytsa bo'ladi. Polni masalan, buni masalan biz kesib tayyorlab beraveramiz. O'zi bo'yab, o'zi taxlab, svarklab, oyoqlarni o'zi satsadan bo'laveradi. Hamkorlikqa taklif qilamiz. Magazincha akalar ham xabarlashavinglar, sizlar bilan ishlashaveramiz. Bu narsamiz bizlardan xarid qiladigan bo'lsangizlar, Qaralpaq, Xorazm bo'ylab dastavkasi mutlaqo tekin bo'ladi. Buning eng zo'r yeri kompaktniy bo'ladi. Jinalganda вообще объем места amidi. Xalasangiz buni 90 gradusga taxlaysiz, xalasangiz 45 gradusga taxlaysiz. Bu yoqqa davom etib ketaveradi. Xalagan metrsiz chiqaveradi. Do'koningizga borib o'zlaringiz o'lchash xizmatlari, borib qurib berish xizmatlari mutlaqo tekin. O'zlaringiz bayarini bajarib beramiz, chiroyli qilib. Ko'rinishdagini aytib, ko'rinishdagi rangidan bo'yab beraveramiz. Bugungi zakazimiz просто shu rang bo'ldi. Shuning uchun shu rang klientimizga shu rang yoqqan ekan, shu rangda bo'yab berdik. Mana kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, o'zlaringizga xabarlashaverasizlar. Lazerniy xizmatlarimiz ham bor o'zlarimizning. Polni kesib, mana listdagi ibishniy stanoklarimiz o'zlarimiz polni 0 dan 100 gacha tayyorlab beraveramiz.